Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli aka ishqibozlar, parvozga ko'klar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Jonlaring sog' bo'lsin sizlarga. Bu kanalimizga anchadan bir video qo'ymar ekandik. Talab va istaklarga binoan mana chiroyli video qilib qo'yamiz. Ganoy xo'rozimiz, xudo xolasa 5 kilodan oshib qora mahmol yaltiraydi o'rtoqlar, ko'rib maza qilasiz. Va albatta 4,5 kilodan og'ir makiyonimiz. Bu ham bir dona oqi yo'q. Qora. Ulardan zotlarni olyapmiz, xudo xolasa nasib bo'lsa oyda oxiriga chiqarishni boshlaymiz. Makiyonimiz 2 tulak, xo'rozimiz 11 oylikdan o'tyapti. Joning sog' bo'lsin. Albatta video davomida jo'jalarni ham har bitta yangi oshib chiqqan jo'jami hammasini sizlarga qo'yib ko'rsatib o'tib ketishga harakat qilaman. Sizlar ham videoga like, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, chiroyli kommentariyalar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar degan niyatdamiz o'rtoqlar. Mazami. Xudo xolasa mana shu xo'roz zotidan makiyondan birgalikda 10-15 ta joydan chiqarish planimiz bor oyda oxiriga. Ularni ham mana shunaqa chiroyli qilib katta qilib sizlarga tomoshaga qo'yib turamiz o'rtoqlar. Katta jo'jalarimiz. Bulardan 5 dona qolganida ikkitasini bir joyga tashlab keldim. Chunki birga chiqishmayapti, ham tanaydi. 3 tasi o'zimizda. Yana bularni ham bitta tanishimiz so'rayapti, boqib turaman. Erim aka zerikib qolmay deyapti. Nasib bo'lsa yo o'qishiga berib yuboramiz. Ya boshqasiga jo'jalar ko'pda, juda ham serob. Ularni mash holatga keltirib olish juda ham mehnat talab qiladi, bilasizlar. Endi bu yog'iga mana don berasizmi, suv berasizmi, qo'yib yuborsiz, o'zi maza qilib hovlida yuraveradi-da bular. Katta bo'lib qolishdi xolos. Mana kichkintoylar o'rtoqlar. Ajoyib. Ajoyib manzara o'rtoqlar. Ajoyib, g'aroyib. Bular bir kun ikki oldin oshib chiqqan bular. Yaxshi katta bo'lishyapti. Mazza qilishyapti. O'rtoqlar mana. Akka uchiladan bu ham o'rtoqlar. Juda ham zo'r. Buni yo'lini ko'rdim, вообще zo'r o'rtoqlar. Qo'llari bor. So'raganlarga zakazga yig'ib beramiz. 5 kilo 100 li qora toyimiz bor. Yo'li вообще zo'r o'rtoqlar. Ko'rib havas arziydigan. Mayski jo'ja. Bularda mana kattaroqlarini ajratdik. Bu yerda 2 partiya, 1 oylik, 20 kunlik shunaqa.